PUBG Mobile'ga tez kunda qo'shiladigan Royal Pass, Premium Case va sovrin yo'li ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 70-75% odamlar obunasiz kuzatishar ekan. 16-may kuni ertalab 7:00 da yangi A19 Royal Pass qo'shiladi. Birinchi arpada shu qizlar kostyumi va M16 A4 skinini olamiz. 40-arpada esa shu brat kostyumi va NS2000 drabovik uchun ham legendarniy skin olamiz. 50-arpada esa Scorpion pistolet uchun cho'tiragan skin beriladi. Ko'rinishi yomon emas, kilchati ham shunaqa bo'ladi. Bular esa Royal Passimizni boshqa levellarda beriladigan ryukzak, shlem, transport va qurollarga skilladi ko'rinishi. 100-arpada esa qizlar uchun uzun sochi bor mifik kostyum qo'shiladi. Kostyumni xohlagan rangingizga bo'yab kiyaverasiz. 18-may ertalab 5:00 da esa o'yinga yangi Premium Case qo'shiladi. Unda shunaqa ninjalar kostyumi bo'ladi va case'ga qaytadigan kuchaytiradigan qurol hozircha tasdiqlanmagan. Lekin 90% ehtimol bilan shu Vector skini qaytishi mumkin. Sababi tur versiyamizda bu skin uchun yangi priklad va magazinlar qo'shibdi. Mana ikki xil versiyamizdagi farqlarni ko'rishlaring mumkin. Eski versiyalarda bu skin uchun prikladlar kam edi, tur versiyamizda ko'payib qopti. Bu degani katta ehtimol bilan shu Vector skini Premium Case'ga qo'shiladi. 22-may kuni esa Blue Lock animesi bilan hamkorlik boshlanadi va o'yinga sovrin yo'li bilan ruletga qo'shiladi. Sovrin yo'lida shu anime qahramonlari skinlarini qo'lga kirita olamiz. Isagi, Nagi, Bachira va Itoshirin kostyumlari qo'shilishi kutilmoqda. Qalay, yangiliklar sizga yoqdimi yoki yo'q? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. PUBG Mobile'da eng so'nggi yangiliklar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.